yaxshi va yomon xotima. Inson bolasi dunyoga kelar ekan, albatta bir kun uni o'limi, xotimasi, nihoyasi kelishi aniq. Odamlarning hayotlari zohirida bir-biriga o'xshashligi mumkin, modomiki dunyoda yashar ekan. Ammo ularning hayoti yaxshi yomon bo'lganligi xotimasiga, xulosasiga qarab belgilanadi. Bir xil tug'iladi, bir xil yig'laydi, bir xil holat. Ammo dunyodan chiqib ketayotgan paytda insonlar biri ikkinchisidan farqlanadi. Kimning xotimasini Alloh taolo go'zal qiladi, ammo kimdir o'zini fe'llari bilan, o'zini xatti-harakatlari bilan, o'zini ixtiyori bilan xotimasini yomon qilib oladi. Innamal a'malu bil xawatim. Amallar xotimasiga qarab belgilanadi. Odamlar bor, namoz o'qiyotganda ketadi. Odamlar bor, sajdada turib omonatni topshiradi. Yana boshqalar bor, aroq ustida, qimor ustida, fahsh munkar ustida jonni taslim qilishadi. Odamlar bor, Robbisiga talbiya aytayotib, ehromda turib, Alloh taoloning Ka'basini, Alloh taoloning baytini aylanyotib, tavob qilayotib ketadiganlar bor. Yana odamlar bor, tungi ma'siyat o'tirishlarida, vechelinkalarda vafot etishadi. Yana odamlar bor, umrini haqni odamlarga yetkazishlik yo'lida sarflaydi va mana shuni ustida jon taslim qiladi. Yana odamlar bor, moli dunyo topishlik xirsida giyohvand moddalarda, narkotik moddalarda sotib, odamlarni fasodga uchratib, shu narsani iste'mol qilishni ustida o'lganlar bor. Bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi. Xotimalari chiroyli bo'lgan solih insonlar haqida qissalar juda ham ko'p. Ana shulardan ayrimlarini bir eslab o'tamiz. G'assol, o'liklarni yuvadigan odam. G'assol Shayx Abbos Battaviy aytadi. Bu kishi umrini mana shu bir g'assollik bilan o'tkazgan kishi. Juda ko'p odamlarning xotimasiga guvoh bo'lgan. Yaxshi xotimaga ham, yomon xotimaga ham. U kishi hikoya qilib shunday deydi. Bir masjidning imomi menga qo'ng'iroq qilib, bir mayyit bor, shuni yuvintirishga yordam berib ketsangiz deb mendan so'randi. Falon masjidda. Bordim, bu qo'ng'iroq qilingan kun juma kecha edi. Shanba kuni tongda bordim. Shanba kuni tongda bordim, masjid imomi meni ko'rib, "Ey shayx, men o'zim yuvintiravering, agar hojat bo'lsa sizni chaqiraman" dedi. Endi o'zingizlar yuvintirar ekansizlar, meni nima chaqinglar deb norozi bo'ldim-ku, lekin sabr qildim. Keyin so'radim, bu vafot etgan odam qanday vafot etdi? Ular aytishdi, kecha juma namozini o'qiyotganda vafot etdi. Imom bilan farzni o'qir ekan, oxirgi sajdadan boshini ko'tarmadi. Odamlar sajda qilishdi. Imom takbir aytdi, qaday oxiriga o'tirishdi, u esa sajdada turaverdi. Odamlar avvalga parvo qilishmadi. Tahiyani ham o'qishdi, salovatni ham o'qishdi, salom berganda ham u sajdada turaverdi. Odamlardan biri uni turtib ko'rdi, yiqilib tushdi. Omonatini Parvardigori bo'lgan sajdada topshirdi. Birodarlar, naqadar go'zal xotima. Albatta bu hayotning go'zal bo'lganligi, shu bandani Parvardigoriga bir joy yoqqanligi, Alloh rozi bo'lganligining alomati. Keyinroq yu bo'lishganidan keyin meni chaqirishdi, ichkariga kirdim. Haligi vafot etib yotgan yigitning yuziga qaradim. Ancha-muncha mayyitning yuzida bo'lmaydigan nur bor edi. Uni janozasini peshinda o'qiydigan bo'ldik. Azon aytildi. Taassuf, masjidga ko'p odam kelmas ekan. Peshin namoziga bor yo'g'i bir saf bo'lar ekan. Azon aytildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, mana shu kungi peshinga shunday odam ko'p keldiki, odamlar masjidning ichiga sig'masdan tashqarisida ham namoz o'qishga to'g'ri keldi. Dafn qildik. Shu bolaga bo'lgan, shu yigitga bo'lgan muhabbatidan janozaga kelganlarning soni katta bo'ldi. Keyin so'radim, bu yigit nima qilardi o'zi tirikligida? Javob berishdi, mahalla bolalariga Qur'on yodlatar edi. Masjidda Qur'on halqalari bor edi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu." Sizlarning oranglarda eng yaxshilaringlar Qur'onni o'zi o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganinglar. Qur'onni o'qishni o'rganganlar musulmonlarning yaxshi bo'lishligini yarmi bu. Yana nima qilishligi kerak ekan? Demak, mana shu odam hali ahlulloh va xossatu, Allohning xos bandasi bo'lgani yo'q hali. O'rganishni yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana bir yigitning xotimasi buni muqobilida. Ixtizor holatida yotar ekan,
unga kalima talqin qilib, la ilaha illalloh deysa oldida, men bu kalimaga kofirman dedi, oxirgi nafasini chiqardi. Bu ham bir xotima, bu ham bir xotima. Yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Bu qaytarmadi. Ozgina turib, mushaf bormi, mushaf dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. Qur'onni so'rayapti, kitob so'rayapti, tilovat qilsa kerak. Mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman dedi. Joni chiqib ketdi. Omonatni topshirdi. Bu ham bir xotima. Birodarlar, kishini yaxshi xotima topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qolib o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri. Ey bola, nima deyapsan? Unday demagin deyishdi, kech bo'ldi ketdi. Yana bir yigit. Bu bari voqea qissalar. Voqea qissalar bularning bari. Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badanidan qon oqyapti. Tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti. Yigit o'ziga kelmagan, hushiga kelmagan, hamma yoqdan qon oqib yotibdi. Juda ham chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilib borardi. O'zida emas, lekin Qur'on tilovat qilyapti. Shifoxonaga olib borishdi. Shu yerda vafot etdi. Hamma yig'ladi. Tanimaganlar ham yig'ladi. Chunki Qur'on o'qib yotganida o'ziga kelmagan holatida ham. So'radik, qanaqa yigit edi bu? Nima sababdan chiroyli xotima topdi? Javob berishdi, da'vat yo'lida yurgan talib ilm edi. Har dushanba roza tutar edi. Har dushanba roza tutib, qishloqdagi buvisini ziyoratiga borardi har dushanba. Ana shu ziyoratga ketishlikdan avval ana shu o'zi yashaydigan shaharda xayriya son tarqatadigan tashkilotlarga borar edi. Mashinasiga siqqanicha xayriya sonni yuklab, buvisini qishlog'idagi kambag'al bechoralarga tarqatib bo'lib, keyin buvisini oldida o'tirar edi. Silay rahim, xayriy ihson, ilm yo'lidagi mehnat. Ana chiroyli xotima topilishiga sabab bo'lgan amal. Kishi nimani ustida vafot etsa, shu narsaning ustida qiyomatda tiriladi. Yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi. Kishi nimani ustida, qanday holatda vafot etgan bo'lsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi. Sajdada ketibmi bu birodar? Sajdada tiriladi. Solih amal ustida, Qur'on tilovatidami? Shuni ustida. Sayni bo'libdimi? Sayni tiriladi. O'zini tog'dan tashlab qatl qilib o'ldiribdimi? O'zini tog'dan tashlaydi. Dunyoda nima qilib o'tgan bo'lsak, anaqa ekanda, xotima o'lim oldidagi ixtizor holati siz bilan bizning sirlarimizni fosh qilib qo'yar ekan. Odamlar ko'rgan joyda zo'r bo'lib yurishimiz mumkin, zohirimiz, ammo botinimiz, qalbimiz qanday bo'lsa, o'lim zoti shu holatda bizning sirimiz ochiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu va baynaha illa dira'u." Sizlardan bittanglar bir umr jannatiylarning amalini qilib yuradi. Shunaqa jannatga yaqin bo'ladiki, bir ziro qoladi masofa. Hozir o'lsa jannatga kirib ketar edi. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Kitob o'zib ketadi. Peshonasiga yozilgan narsa o'zib ketadi. Do'zaxiylarda qiladigan ishini qiladida, shuni ustida Alloh uni jonini oladi. Do'zaxga ravona oladi. Umr bo'yi savob ish qildi, lekin do'zaxga ketdi. Endi buni muqobilida va inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu va baynahu illa zira. Yana bittanglar bir umr do'zaxiylar amalini qiladi. Shunaqa do'zaxiy amalni ko'p qiladiki, bir ziro qoladi do'zaxga kirishiga. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Kitob o'zib ketadi. Peshonasiga yozilgan taqdir o'zib ketadi va jannatiylarni qiladigan amalini qilib qo'yadi. Shuni ustida Alloh jonini oladi, jannatga kiradi. Mana shu hadisning sharhida aytiladiki, ana u odam birinchi odam. Bir umr jannatiylarning ishini qilib do'zaxga kirib ketgan odam. Jannatiylarning ishini qilar edi, odamlar ko'radigan joyda. Ammo yolg'iz qolganda fahsh munkarda shunday minib olar edi. Odamlarning ko'ziga taqvodor edi, ibodatxonada. Ammo qalbida iymon, ixlos, Allohga bo'lgan taqvo yo'q edi. Tushunarlimi? Sizni kimligingiz, bomdodga uyg'ondingiz. Uyg'onganingizni hech kim bilmaydi. Turish yoki turmasligingizni bilinadi. O'zingizni kimligingiz, chunki
Boshingizni o'rab uxlasiz, kim bilib o'tiribdi? Uxlab qolpon. Shuning uchun aytiladi, o'lim oldida sirlar ochiladi, birodarlar. Mo'min kishi, haqiqiy iymon bilan yashagan mo'min kishi o'lim soati yetganda uni oldiga farishtalar keladi. Uni sobit kalima bilan sobit turishlikka chaqiradi. O'tganmiz darslarimizda har bitta inson ixtizor holatiga kelib, dunyodan chiqishi aniq bo'lib qolar ekan, til, oyoq qo'l ishdan qolganda ko'zi ko'rib turadi, farishtalarni ko'radi. Unga xaridor bo'lgan farishtalarni ko'radi. Mo'min bo'lsa, jannatdan chiqqan farishtalar, jannatdan bo'lgan kafanlilar, xushbo'larni olib kutib turadi. Agar buni aksi bo'lsa, nauzubillah, jahannamdan olingan kafanlik bilan kutib turadi xaridorlari. Ko'ramiz hammamiz xaridorimizni. Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Albatta Parvardigorimiz Alloh deb, so'ngra to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib der. Mana Robbimiz aytayapti, o'layotganingda mo'min bandam farishtam keladi sen oldingga. Nima deydi? Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Farishtani ko'rdingiz, jannat bilan xush bo'lgin, xotirjam bo'l, qo'rqma, senga g'am qayg'u yo'q degan paytda aytingchi, shu kun uchun, mana shu xabarni eshitlik uchun amal qilmayotdikmi umrimiz davomida? Farishtalar mana shu xush xabarni eshitlik uchun issiq kunlarda roza tutmayotdikmi? Saharlarda uyqumizni buzib namoz o'qimayotdikmi? Qiylanib topgan pulimizni ehson qilmayotdikmi? Mana shu xabarni eshitlik uchun, birodarlar, saodatli abadiy hayotni boshlanishi mana shu lahzadan bo'ladi. Lekin mo'minga o'lim achchiq bo'lmay qolar ekan. Dunyodagi eng shirin narsa uchun o'lim bo'lib qoladi. Nima uchun? Hozir jonni topshirsa, nariga rohatlik, farohatlik, jannatiy hayot boshlanadi. Bir solih ayolning qissasi. Solih ayol edi. Eri bilan umraga borib, qaytib kelyapti, yo'l harakatiga uchrab, avariyaga uchrab vafot etdi. Eri hikoya qiladi. Ayolim solih edi. Ibodatda g'ayratli, nafl amallarni qoldirmas, itoatkor edi. Umra qilishlik uchun birga chiqdik. Umra amalini qilib, uyimizga qaytarganmiz, g'ildiragi otilib ketib, mashinamiz aylanib ketdi. O'zimga kelib ayolimni topib borsam, ixtizor holatda yotar ekan. Oxirgi nafaslarni olar ekan menga, "Ey falonchi, Alloh sizni avf qilsin. Oilamga mendan salom yetkazing. Endi jamlanishimiz jannatga qoldi" dedi. Va omonatni topshirdi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiya. Mo'min odam ixtizor holatda turar ekan, mo'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan, unga farishtalar: "Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Fadkhuli fi ibadi va dukhuli jannati." Meni bandalarim qatoriga qayt. Meni jannatimga qayt. Mana birodarlar, chiroyli xotimaga misollar. Alloh hammamizni mana shunday xotimaga nasib etgan bo'lsin. Buni muqobilada boshqa kishining vafotini aytamiz. Muazzin. Muazzinlarga beriladigan ajr savoblar nihoyatda ulug'. Ana shu avvalgi o'tgan davrlarda minoraning ustiga bir kunda 5 marta chiqib azon aytadigan muazzin. Qiyomatda ularga ajr nihoyatda bir katta beriladi. Ana shu muazzinlardan biri minoradan turib azon aytar ekan, bir ayolga ko'zi tushib qoldi. Ertasi kuni azon aytar ekan, yana ko'rdi. Bir necha bor kuzatdi, qalbiga uni ishq tushib qoldi. Ko'zni xiyonati. Ko'zni xiyonati. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi. Zotan Alloh fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ko'zi bilan haqdan toyildi, ko'zi bilan gunoh qildi, ko'zi burildi, Alloh taolo qalbini ham burib qo'ydi. Shaytonning inson bolasini ishlatadigan, ustida ishlatadigan eng kuchli quroli nazar. Bir marta qaradi, pishdida. Qaramasin edi. Oqibati nima bo'ldi? Oshiq bo'ldi.
Ayolni topib bordi, xaridor bo'ldi, nasroniy ayol edi. Senga uylanmoqchiman. Nasroniy diniga o'tasan. Keyin senga tegaman. Alloh saqlasin, nasroniylikka o'tdi. Uylandi. Endi mana shu ayolning oldiga maqsadini amalga oshirish uchun kirib ketar ekan, ostonadan qoqildi, yiqildi, bo'yni uzilib o'ldi. Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya. Uni avvali qanday edi-yu, oxiri qanday bo'ldi? Iymon keltirgan zotlarni dunyoda ham oxiratda ham, o'lim soatida ham Alloh taolo la ilaha illalloh kalimasi bilan sobit qiladi. Shuning uchun birodarlar, tilimiz mana shu kalimaga odatlantiraylik. Odamlar bor. Namozni hamma o'qigani uchun o'qiydi. Ro'zani hamma tutayotgani uchun tutadi. Ajralib qolmasligi uchun, hijolat bo'lmasligi uchun. Aslida qalbida hech narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu ixtizor holatida yotar ekan, yonidagi kishilarga nasihat qilib shunday dedi. Mana ana ketdi deb turibdi. Abu Dardo aytayapti, mana shu kun uchun amal qilinglar. Mana shu kun uchun amal qilishlik kerak emasmi, birodarlar? Ertaga da orqa tashlashlik kerak emas. Sufyon as-Savri ulug' insonlardan, obid kishi edi. O'limi oldida u kishini yig'layotganini ko'rishib, o'limdan qo'rqyapsizmi deydi. U kishi aytdi, gunohlarimdan emas, o'limimdan emas, o'limimdan avval iymonim olib qo'yilishidan qo'rqyapman. Birodarlar, bu omonatni topshirayotganda tilimiz kalimada turishligi, iymonda turishligimiz eng muhim narsa. Chunki o'sha paytda agar Alloh taolo sobit qilmasa, iymonda qolmasa, o'lgandan keyin bir narsani tuzatib bo'ladimi? Bu dunyoda inson murtad bo'lib ketsa ham o'lmadimi hali imkoniyati bor. Gunoh ma'siyatga botib ketdimi, tavba qilishlikka fursati bor. Chunki bir kun bo'lsa ham hayoti bor-da hali. Ammo o'lim soati kelganda, dunyodan ketar paytda agar Alloh undan iymonda olib qo'ysa nima bo'ladi ahvoli? Undan keyin bir narsani tuzatib bo'ladimi? Robbimiz siz bilan bizga xitob qilib shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holinglarda dunyodan o'tinglar. Agar shunday bo'lmasa, yutjizinglar. Faqat musulmon bo'lgan holinglarda. Iymonda, islomda turib omonatni topshirish. Iymonda, islomda turib o'lim topish. Birodarlar, bu eng katta ne'mat bu musulmon odam uchun. Inson oxirgi lahzalari qaysi holatida kelishligini bilmaydi. Qayerda o'lim topishini bilmaydi. Va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nafs, ya'ni inson qayerda o'lishligini ham bilmaydi. Qaysi holatda o'lishligini bilmaydi, qaysi vaqtda o'lishini bilmaydi. Shuning uchun musulmon odamlar har lahzasi o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib halqumga keladi. Kalla iza balagatir taraqi. Dar haqiqat jon halqumga yetganida, shu vaqtda jon halqumiga keldi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilarni ko'rib turadi. Vaqila man roq. Dam solib o'qib qo'yuvchi biron kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga ixtizorda yotgan kishini oldagi tabiblar hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Ammo u vadonna annahul firoq. Boyagi kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Vadonna annahul firoq. Chunki mashiya keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat, huzur, halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymon yeysiz? Va nimalardan quvonasiz? Valtafatis saqu bis-saq. Jon berishni qiyinligidan oyoqqa chalmashib ketadi. Jon taslim qilishni og'irligidan oyoq bir-biriga chalmashib ketgan vaqt. Omonatni topshirdi. Yuviladi, kafanlanadi, yelkalariga ko'tarilib janozaga olib boriladi.
agar omadingiz chopib qolsa, musulmonlar orasida o'lsangiz. Ila robbika yawma idinil masaq. Ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringizga haydarishingiz bordir. Fala saddaqa va la salla, walakin kadzaba va tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Darsimizning nihoyasi. Robbimiz aytadi: na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdaganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, o'lim bo'lsin senga, o'lim. So'ngra yana o'lim bo'lsin senga, yana o'lim. Insonlar dunyoga kelib tug'ilishligi bir xil bo'ladi. Ammo dunyodan chiqib ketishligidagi xotimalari turli bo'ladi. Solih amallarni qilib, iymon bilan ketganlar, fisq va fujur, ma'siyatda, kufrda ketganlar, bu kishi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Bu shunday holatki, har birimiz bir kun unga duch kelamiz. Xotimamizni qanaqa bo'lishligini biladigan kunimiz keladi. Shu kun keladi, aniq bizga xotimamiz ko'rsatiladi. Qanday xotima topishimizni aniq bilamizmi, birodarlar? Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xotimalarimizni chiroyli qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.